Okalar, Los Anjelesda Valvali moxonasiga keldim. Xullas, bu yerda bir kunda 300 tadan oshiq mashinaga xizmat ko'rsatishar ekan. Amerika bo'ylab 1700 ta mana shunaqa shoxobchasi bor ekan. 1700 ta. Bunaqa shoxobchasi ko'p moy kompaniya yo'q ekan. Bilasizlar, Valvali amerikanskiy brend. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda turgan mashinalarni bitta ko'ringlar. Bu yerda hamma xizmat bor ekan. Misol uchun moy almashtirishdan tashqari, masalan, mayli shu ishlarni ham hammasini bitirib berishar ekan. 15 minutda moylarni almashtirib berishar ekan. Любой mashina farqi yo'q. Kiradi, 15 minutda chiqib ketadi. Qaranglar, to'lib turibdi avtoservis. Gap yo'q ekan. Xullas, okalar, Valvalindan tez orada yaqinda bomba yangilik bo'ladi. Inshaalloh kuzatib boringlar. Любой mashinaga bemalol Valvalin moylarini quysanglar bo'ladi. Mana qanchalik ishonchliligini prosta turgan mashinalardan tushunib olishingiz mumkin.